Assalomu alaykum. Hidayatullo efendim, yaxshimisiz? Aleykümselam, rahmetke. Hidayatullo efendim, siz yani benim bilişimde hazırmış şu Türkiye'deki Şarkı Türkistan Mağrip ve Hemkarlık Cemiyeti'nin reislik vazifesini ötep kelyapsiz. Muşu yani bir yerdikemde Uygurlarga bir baş bop kelyapatkan rehberlerden birisi. 7. ayının 5. günündeki bu yani kırgınçılıktan keyin bu Türkiye'deki Uygurlar arasında kandak bir faaliyetler buladıdı. Sizlerin bu Mağrip ve Hemkarlık Cemiyeti kandak bir faaliyetlerini elip badыңlar. Yani bu şu Türkler Uygurlar nispeten kandak bir yardımlarını kıvadıdı. Ya ki eğizli yardım, vay yardım verimiz kardeşimiz deyip yardımlarını ne diyemiz hem deylik özünü uzak tutup baramdı ya ki ekibi yardım kıvatamdı. Muşaklı Tılızır köyüşlerimizge muş Türkiye'de bulavatkan faaliyetler hakkında bir etraflık malumat verip ötken bolsanız. Rahmet 5 Eylül kırgınçılıkdan keyin vatan halkımızdaki vatandaşlık halkımızdan izlevatkan, kırılavatkan bu tragediyasından keyin Türkiye'deki Uygurlar vatandaşlık kardeşlerimizden okşaş aldı, tesirlendi. Ve nihayette hayacan bilen Xitayning ki bu zulmüge istibdada karşı bütün gücü bilen ve meyli sözlü olsun, emeli faaliyeti olsun, meyli iqtisadi cihetli olsun, nihayet kızgınlık bilen faaliyetlerine aktif katlaşıp geldi. Biz bu Mağrip Cemiyeti bulaşıptımız bilen kolumuzdan kelgen vazifeni bu beşimiz kelgen eğer musibetini sabırçanlık bilen ama dadillik bilen bütün Türkiye cemaatçiligiga cemaat teşkilatlarga, ictimai cemiyetlerge ve devletke ve halkaradaki İslam konferansı olsun ve rabıta olsun şunun okşaş ismi çıkan insan haklarına ait teşkilatlar, insan hakları köçürüm teşkilatları olsun, BDT olsun ve her kaysi devletle ve hatta Şanghay işbirliği içindeki devletler için biz Xitayning bu zulmünü, bu numussuzluğunu anlatıp dokulatlarını sunup aktif bir faaliyet edip bardık. Bunun içinde toxtamasdan günde 10-15-20 kanal ve cemiyet hizmetçileri taksimat hizmet tapşırılıp radyo, televizyon, gazet nihayeti hiç gündüz degedek bu vakayının ameliyatını anlatışqa düşündürüşke teriştik. Bunun bek Türkiye halkıga yaxşı tesiri oldu. Şundan keyin Türkistan dese hazır hamma yerda xalq tanıydigan burun Türkistan Türkmenistan deydi. Hazır Türkistan deydigan ve hatta alayda etibar verdigan köse estaşlık kıldigan dua kıladigan boldu. Fakat bu teşviqat kılam qaramasdan biz barliq teşkilatlarga, çoğun partilerge ve ictimai cemiyetlerinin Türkiye'de intayin zor tesiri var. Bunu bilen ayrım körüşep ularga leksiya ve jihanlarını orlaştırıp ularning çoğunları bilen ayrım körüşep dokulatlarını sunup Türkistan'daki emeli ahvalini ve emeli kıyınçılıklarımızı Xitay'nınki rezil siyasetini ve yürgüzüvatkan stratejisini Türkistanlıkını sıkıştırış için bunu hemen tepsili anlattık. Bunun karta manevi cihetten nihayeti zor bir medet hasıl kılgandaki bulduk. Türkiye halkını bizim keynimizde diyeleyimiz. Nihayeti enik bir önem kıldı. Alaylı bu günlerde Eylül günlerde yüzmanlıgan insanın İstanbul'un meşhur meydanında toplaşıp yüzmanlıgan kişinin hem yerde kök bayrağının ki islip tuğan hem edem Türkistan üçün jığlavatkan Türkistan üçün jar selavatkan bundak bir menzerini görüş xiyalımı mükemmeldi. Bunu intayin nihayeti güzel bir üzerine tuş görgende kez kıldım. Vatandaki ehvallah intayin musibet olsun ama bu musibetin neticesi de Türkistan meselesi bir pelle ilgir sürüldü, dünya cemaatçilik turnudu. Bizim kolumuzdan kelgen barliq vasıtını kollanıp Türkistan meselesini, Ürümçi meselesinin ki Xitay'nınki kanxor siyasetini alay tanıştırıp muvaffaqiyat kazandık dep oylayman. Rahmet. Hidayatullo efendim, bu hazır siz dep öttünüz. Hazır hem de şu vakadan keyin Türkistan deydigan bolsak hammalar bu bir Uygur, yani Türk qarindosh deb bildiga ketdi dediniz. Mesela bu bir aletde mesela hazır Türk devlet başlıkları
ve yoki ommaviy tashkilotlar, inson huquqlari tashkilotlari hammasi nihoyat yaxshi bilgan bir sharoitda Uyg'urlarning da, hozir Uyg'ur desamiz bilgan bir sharoitda. Muşda bir holatda masalan Uyg'urlarga masalan bular qanchalik darajada bir yordam bera oladiganday qildi. Masalan, eg'izdagi bir quruq shor bo'lib qoladimi yoki bir amaliy yordam berish ehtimoli bo'lib qoladimi bularning? Bu hozir qadar amalan moddiy va boshqa biz kutgan yordamlarga erishmagan bo'lsakmi, ammo buni da men tushunib yetdimki, agar biz qobiliyatimizni to'g'ri ishlatib, birlik barobarlikni o'tirg'a chiqib, samimiyat bilan, sadoqat bilan izchil tirishsak, bizga har jihatdan yordam keladiganligini his qildim. Ya'ni bu mumkin, tamamen mumkin. Bu faqat bu Sharq Turkiston davosini ilib berayotgan tashkilotlarning qobiliyatiga va tirishchiligiga qoldi. Bu Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bundan keyingi masalan bir ya'ni tub maqsadi bo'ladi hamda masalan asosiy bir maqsadlardan ozroq ma'lumot bera olamiz. Bizning asosiy maqsadlarimiz, eng aniq bo'lgan nishonimiz Sharq Turkistonga xizmat qiladigan, xalqimizni qorong'ulikdan yorug'likka chiqarishga xizmat qiladigan yosh va qobiliyatli, samimiy va diyonatlik yoshlarni tarbiyalab chiqish bizning asosiy shuarimiz. Ammo tabiiyki biz Turkistonlik bo'lganligimizdan faqat maxsus bir nuqtaga ham tikilib qilib boshqani ko'rmasdan kelmaymiz. Onun uchun Sharq Turkiston davosining tunutilishi, u davoninki taxmo qaddi ko'tarishi, taraqqiy qilishi, shunga o'xshagan boshqa yana strategik egallay ustunlikning hammasini hosil qilishga biz qo'limizdan kelishicha davom etamiz. Bundan keyin bu to'g'rida alohida kengashib, amaliy harakatlarni olib boramiz. Ammo biz asosan inson yetishtirish. Chunki bizning xalqimizni Xitoy 60 yildan beri ezib, jahil qo'yib, axloqimizni, milliy kimligimizni, bizning an'anamizni, bor nima esilliklarimiz bo'lsa, uni hammani cho'rtib yo'qotib oldi. Onun uchun bizda to'g'ri bir yetaklaydigan liderlik ve xizmat qiladigan xalq xizmatkorlarining kam bo'lganligidan biz bu yoshlarning ichidan shunday qobil xalqini so'yadigan, shu da'voga o'zini bag'ishlaydigan ve huddisdan chiqadigan yoshlarni tarbiyalashga davom etamiz. Hozir bu anlaşımca yani bu şu Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyatida bu şu o'quvchilarni tarbiyalash olib beryapti deb shu yerdan oldim. Bu vaqtda bir ma'lumot bergan bo'lsangiz, ya'ni turklar uyg'urcha o'qitamdi yoki uyg'urlar turkcha o'qitamdi, bu vaqtda endi sirtdan anglayapmiz. Zaten qanday dars beryapsizlar? Yani bu bir sistemlik yani her aydımı yoki fasl masalan ta'tillikmi yoki bu darslar qanday bir faoliyatlar bo'ladi? Bizning ma'rifimiz faqat o'quvchilar uchun emas. Bunun içinde o'quvchilar bor, üniversite o'quvchilari ve başka ondan tuvanta başlangıç seviyesinden burungacha, yani 4 yaşdan 30 yaşgacha ve yuqori yaşgacha bo'lganlar. Shuningki ehtiyojlarga qarata qo'limizdan kelgan tarbiyani sunishga, taqdim qilishga tirishimiz. Bunun içinde maktabga kirish yoshidan burungi kichik o'smirlarni alayda Uyg'urchani unutmaslik uchun, xalqi bilan bo'lgan bog'lanishini terildirish uchun ular Uyg'urcha o'rgatyapmiz. Bolalar shundoq kichik yoshda turib, bular Uyg'urcha o'rgandi, yozliq alayda kurslarni o'rlashtirib, bolalar 2-3 oyda olgan darsi bilan Uyg'urcha yoza oladigan, o'qiy oladigan bo'ldi. Bu xalqqa bo'lgan yaqinligini, o'zining Sharq Turkistonlik ekanligini tanıydı. Cho'ng bo'lsa, u yerda yozilgan kitoblarni o'qiydigan bo'ladi, o'zining tarixini, bizning madaniyatini tanıydigan, ondan yatolmaydi. Üniversitedeki o'quvchilarga ayrım halda, çünkü ular vatanga qaytadigan bo'lganligi uchun jamiyatning sirtida munosib shaklda ularga alohida tarbiya nimesini to'g'irladik, programlarni loyihalab amaliylashtiriyomiz. Undan boshqa xalqimizning yoshlarini tijoratchi bo'lsin, ishchi kasb bo'lsin, bularni ayda hafta ichida yana bir qancha xil o'xshamagan leksiya darslar, strategiya, siyosiy darslarni cho'ng professorlar chiqarib 15 kunda bir qatimdagidek to'xtamay shunday faoliyatni olib, ularning nazariyasini kengaytirish, o'ylash va tafakkur qilish iqtidorini, dunyo qarash, masalalarni analiz qilish, tushunish qobiliyatini oshirish uchun qo'limizdan kelgancha
bugünkü zamandan talep taqozzosiga uygun halda ta'lim-tarbiya programmasını devam ediyoruz. Ko'p rahmat Hidoyatilla efendim. Oxirida shu vatan ichi va sirtidagi televizorni ko'radigan barliq sharq turkistonlik qarindoshlarimizga qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Şirek sözüm hammalarni samimiy bo'lishga chiqarma, birlik barabarlikni kelishaydigan nuqtada imkon bor kelishishga. Da'voga qo'limizdan kelgancha nima qila olsak aymay qilishga. Xitoyning cho'nligidan, uningki kuchidan, iqtisodidan, hech narsadan qo'rqmaslik, temkinlik bilan uning ta'siriga uchramasdan bu mujodilaga o'zini atashni umid qilaman. İnşallah Xitoyning chuviladiganiga ishonaman. Naqadar qanchalik kuchli bo'lib ketsin, cho'qim qisqa bir zamonda Sharq Turkiston xalqi o'zining hur va ozodlikka erishadiganligiga ishonaman. Buning uchun xalqimiz qo'ldan kelgan barliq fidokorliklarni qilishini umid qilaman. Ko'p rahmat sizga, xizmatingizga utuqlik va salomatlik tilayman. Uyg'urlar nisbatan qandaq bir yordamlarni qilyotidi yoki eg'izli yordam, voy yordam beramiz qarindishimiz deb yordamlarni nima deymiz hamdayliqi o'zini uzoq tutib boramdi yoki haqiqiy yordam qilyapamdi mushaqqa televizor ko'ruvchilarimizga mush Turkiyada bo'layotgan faoliyatlar haqida bir atrofliq Assalomu alaykum. Hidoyatilla efendim, yaxshimisiz? Aleykümselam, rahmatke. Hidoyatilla efendim, siz yani benim bilişimde hazır şu Türkiye'deki Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti'nin reislik vazifesini ötep kelyapsiz. Şu yani bir yerdeki Uygurlarga bir baş bop kelyapatkan rehberlerden birisi. 7. ayının 5. günündeki bu yani kırgınçılıktan keyin bu Türkiye'deki Uygurlar arasında qandaq bir faaliyetler bolayotidu. Sizlarning bu Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti qandaq bir faaliyetlarni elib bardinglar? Bu Türk